Hammani laqabi bor-da. O'zi kelmasa biladi u. O'zini oldida aytishmaydi. Laqabim yo'q deb yuradi, lekin laqabchi bo'lib ketganmiz-da. Xudo qaytaryapti shuni Qur'onda. Kim bir insonga bir laqabni qo'ysa-yu, u insonning shakliga, shamoiliga bir nima qo'ygan bo'lsa, zurriyotidan o'shanga o'xshagan bola tug'ilmaguncha o'lmaydi. Nimaga? Chunki naqshdan kulmen, naqqoshdan kulgan bo'lasiz deyiladi. Naqsh kim? Naqsh banda, naqqosh kim? Naqqosh Alloh. Biz undan kulmayapmiz, biz unga laqab qo'ymayapmiz. Kimga laqab qo'yib, kimni ustidan kulyapmiz? Alloh ustidan kulyapmiz. Chunki bir maliyar usta bo'lsa, devoldi, yiqildi, bitta o'rtog'ini olib kirdi. Buni qarab, o'rtog'i zo'r bo'ldi. Bitta joyini ko'rib olib, kulaversa, maliyar o'shda turib, kulaversa. Nima, buni qarab, kulaversa